Hayırlı gün dostlar. Benim ismim Ramil Gayazov. Özüm tuğan jerim Minzeler'e Miyaşoğlu. Samolyotda endi şu hıyалы benim özüm bilgençe birinci klasdan başlangan edi. Kosmonavt, военный летчикларга tiley бар edi. Şundan soň neçe yıl endi bu hıyalni turmushga oshirishga tirishib, bugungi kunda kichkina samolyotda mana uçup yuribman. Военный летчик bularga to'g'ri kelmadi. Şuna qaramasdan mana har bugungi kunda o'zimning kichkina samolyotim bor. Shu bilan bugun Minzala shahrida yarışda qatnasham. Yarış чемпионаты России и Кубок России deb ataladi. Unda bugun ko'pgina Rossiyaning ko'p yerlaridan keldilar pilotlar endi. 3 turli kategoriya: mikrosamolyot, avtojir и vertolyot var. Bugun mana soat 4 da birinchi yarışlar boshlanacak. O'zim Minzala pedagogik bitirdim 85-yilda. Hozirgi kunda Yorshovlda yashayman. Tug'an yerim aytganimcha Miyashowli. Samolyotda endi sham 4-yil Ufada aviatsion учебный centrni bitirdim. Pilotskiy oldim. Hozirgi kunda endi o'zim yaratgan shug'ulim bilan xayollangan o'zimning professiya deb aytsang-da durust bo'lar endi. Shuning bilan shug'ullanaman. Tirishgan qatli yoshlarni o'rgatirga tirishamiz endi shulay kichkinalardan boshlab mana o'zim bilan endi o'zimning unuqlarim shulay qizlar, o'zimning qizlarim endi ular har bir bo'lsa da baribir ishtirok etishib qo'yganlar. Qisqacha endi mana shu yarışlar bo'yicha endi Rossiyada двукратный чемпион, Qrimda jengdim. Былтыр 3-yil былтыр endi Pskov областida bo'ldi. Sirotka degan shulay aerodromda. Shunda yarışlarda qatnashib, unda da chempion Rossiya bo'lgan edim. Bu yil endi mana bunda ikkinchi turli samolyot bilan chiqqan edik. Mana bu yil endi bu samolyotda birinchilab rezultatlar nechik bo'lar, uni qarab olamiz. Qisqacha mana shunday mening o'sha o'tgan yo'l deb aytsam endi o'tib bora turgan yo'l pakam.